Rasul sallallohu alayhi vasallam yuzlari xursand bo'lib keldilar bir kuni. Biz aytdikki, biz sizni juda ham xursand ko'ryapmiz. Nima bo'ldi deyishdi-da. Shunda aytdilarki, meni oldimga bir maloika keldi va aytdiki, sen rozi bo'lasanmi? Agar bir banda senga bir salovat aytsa, seni Robbing 10 marta unga salovat aytadi. Ya'ni senga salovat aytgan kishiga Alloh 10 karra salovat aytadi. Va senga salom aytgan kishiga Alloh 10 karra salom aytadi dedi. Endi o'ylab ko'ring, har namozda, har tashahhudida biz nima deyapmiz? Assalomu alayka ayyuhan nabiy va rahmatullohi va barakatuh. Ey payg'ambar, sizga Allohning salomi, rahmati va barakotlari bo'lsin deyapmiz. Har namozda, demak, tashahhudda biz Allohning rasuliga salom yo'llaganimizda Allohdan bizga 10 karra salom qaytadi. Shuni bilaylik.